Nolki shubani modnisini olmoqchi bo'lib yuribsiz, to'g'rimi? Men sizga chiroyli fason ko'rsataman hozir. Angliskiy yoqi shubamiz. Ko'rayotganingizda ikkalasi ham angliskiy. Birinchisi skromniyni yoqtirgan opalarimiz uchun skromniy angliskiy yoqi shubamiz. Ko'rayotganingizda qo'llari uskiyroq ishlangan, yo'lishga qilib tikilgan, yoqalari ochuv. Yoqasini yopib kiysanglar ham bo'ladi buni. Qo'lning uzunligi standart. Olasizlar yechib olasizlar. Oq shubamiz sarpalaga ham qo'yib yuborsanglar bo'ladi. O'zingiz kiyib yurmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz ham bemalol kiyib yuring. Kojinli belbog'lari bor. Kojinli belbog'ini bundoq tortsanglar chiqadi. Muammo yo'q. Hop, ikkinchi modelimizga o'tgan bo'lsak, ikkinchi modelimiz европейский bo'lsangiz, mana shu modelni tavsiya qilaman. Nimaga unaqa deyapti deb o'ylaysiz? Bu modelimiz kengroq qilib ishlangan. Qo'lini mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yoqdan boshlab kengroq qilib ketgan. Bu nima beradi? Kiyganingizda juda ham chiroyli turishiga yanada ham yordamchi bo'ladi. Qo'llari yechiladi. Kalta qilib kiysanglar ham bo'ladi. Buni ham xuddi shunaqa kojinli belbog'lar bor. Belbog'ini boylab kiysanglar, bellari shunaqa tortiladi. Belingiz ichkari kirib yo'q bo'lib ketadi. Bu yosh tanlamaydi. Rangiga kelgan bo'lsak, dimchitay rang, juda ham chiroyli rang tanlangan. Nima deysizlar? Sizlarga qaysi birisi yoqdi? Bunisimi yoki bunaqa oq rang skromniysimi? Narxi qiziq bo'lgan bo'lsa, plyus belgisini qoldirsanglar, ikkalasini ham narxini sizlarga kommentariy orqali aytib o'tib ketishadi.